Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, kuzatuvchilarimiz. Mana 2025-yil sizlar bilan yana bir o'rtoqlash turganimizdan xursandmiz. Bu yerda sizlarga ozgina tarvuzlarimiz bo'yicha ma'lumotlar berib o'tmoqchi edik. Tarvuzlarni ekishga kech qoldikmi yo hali ekishga vaqtimiz bormi deganlarga birinchi eslatma, hali vaqtinglar bor. Aprel oyining oxirigacha bemalol tarvuz mahsulotlarini ekish imkoniyati bor. Endi tarvuzlarimiz o'zi bilan qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bizda tarvuzlarimiz Apollo firmani tarvuzlari, Avo Producer navlari pochkada, Apollo firmani tarvuzlari bonkada, Dubai Agrosidis tarvuzlari bonkali, keyin Apollo firmani gibrid urug'lari, karistamlar bir xilda o'zini ko'rsatib biladigan urug'larimiz. Keyin eslatib o'tmoqchi bo'lgan tarvuzlarimizdan biri bu Emerald bo'ladi. Emerald, Aurus, keyin Avalon, keyin Edena degan tarvuzda ham inshaalloh Xudo xolasa постановление bo'ladi, поступление bo'ladi. Bu tarvuzlarimizni ham bemalol olib xarid qilsanglar bo'ladi bizdan. Endi aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimizdan biri tarvuzlarimizda ayni amerikanskiy gibridlar va sortlar inshaalloh %60% bizada. Buni bizadan katta ob'yomda olmoqchi bo'lsanglar va bizadan olib chet oblastlarga ham sotadigan do'konlarga olib xarid qilish imkoniyatiga ham egasizlar. Kelinglar, xarid qilinglar. Bular bo'yicha agrotexnik yo'nalishlarini qanaqa ekishinglar kerak va nima ishlar qilishinglar kerak bo'ladigan bo'lsa, u bo'yicha ma'lumotlarni inshaalloh beramiz. Urug' olishda ayni urug' olishda adashmanglar. Inshaalloh bizning urug'larimiz o'zimiz olib kelamiz va o'zimiz tarqatamiz. Biz hech kimdan olib sotmaymiz. Inshaalloh %65-70% narsani, mahsulotlarni biz o'zimiz olib kelamiz va o'zimiz sotamiz. Agar boshqalardan oladigan bo'lgan taqdirimizda ham biz optim to'liq hammasini shartnoma asosida shartnoma qilib va keyin o'zimizga olganimizdan keyin o'zimiz tarqatamiz. Biz u maydalab 5 ta 10 ta 3 ta qilib olmaydi bizda. O'shaning uchun ahamiyatli bo'linglar, sifatli urug' olish niyatinglar bo'ladigan bo'lsa, bizning mana kontaktli nomerlarimiz qoladi. O'sha kontaktli nomerlarimizga chiqib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Dehqonlarimiz urug' olishda adashmanglar. Biz sizlar bilan birgamiz. Rahmat.